Avvalambor assalomu alaykum. Men Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar instituti o'simliklarni himoya qilish kafedrasida ishlovchi doktorant Sheraliyev Temurbek Madamjon o'g'liman. Ilmiy ishim kivi zarar kunandalari bo'yicha. Agar mana shu kivi zarar kunandalari bo'yicha kimdadir savol bo'lsa, nomerim 88lik 990 1177. Mana shu nomerga murojaat qilaverasizlar. Mana biz hozir kivi bo'yicha zarar kunandalar bo'yicha biologik kurash olib boryapmiz birinchi navbatda. Qo'limdagi mana ko'rishlaring mumkin. Mana brakon. Hozir biz brakonni tarqatish jarayonidamiz. Brakon tarqatish jarayoni ham ajoyib bo'ladi. Buni bir boshdan shu har 3 qadamda shu qo'llarimizni ochib ketaveramiz. Bular o'zlari mana uchib turibdi. O'zlari chiqib ketaveradi Brakon hasharotlarimizni lichinkasini, ya'ni qurtlik davrida 3 yoshli qurtlarimizni zararlab lichinkalarni nobud qiladi. Ya'ni zarar keltiruvchi lichinkalarimizni. Qani boshladik. Chiqqisi kelmayaptimi tashqariga? Qorangini qilyapti. Chiqita ular bir pasda. Nima nima qiladi? Endi narigisini chiqarasan. Endi oltin ko'zni tarqatamiz. Oltin ko'z bilamiz, oltin ko'z juda ham yirtqich hisoblanadi. Yirtqich entomofagimiz. Yirtqich deyishimizga sabab zarar kunandalarda zarar keltiruvchi hasharotlarni lichinkasini, qurtlarini, hattoki voyaga yetgan davridagi imoga holatdagi hasharotlarimizni ham yeyish xususiyatiga ega. Shuning uchun oltin ko'zimizni yirtqich hisoblaymiz. Ular odamni yemasligini ham aytib qo'ying. Ular odamga zarar keltirmaydi. Bekorga bular biologik entomofaglar hisoblanmaydi. Bular maxsus biologik laboratoriyalarda, maxsus xonalarda, xona temperaturalarida ko'paytirish jarayonlari olib boriladi. Hozirgi kunda bu dunyo miqyosida kimyoviy kurashga nisbatan biologik kurash ancha samarali hisoblanadi. Odamlarga har xil kimyoviy dori vositalaridan ko'ra biologik kurash ancha foyda keltiradi. Iqtisodiy tomondan ham, ekologik tomondan ham ancha foyda hisoblanadi. Faqat zarar ko'randalarga ta'sir qiladi. Foydali narsalarga ziyoni yo'q hech narsaga. Yo'q. Buni hech qanaqa zarari yo'q. Faqat o'zlari maxsus o'sha o'zlari yeydigan ozuqasi bor. Ya'ni mana brakonlarimiz tuxumdan chiqqan lichinkalarini, 3 yoshgacha bo'lgan o'sha lichinkalarini bilan oziqlanadi. Ya'ni ularni chaqib ketaveradi. Har chaqqanida o'sha qurtlarimiz, ya'ni o'sha undan chiqqan lichinkalar falajlanadi va yana o'sha ortiga qaytib o'sha lichinkalarning suyuqligi bilan oziqlanadi. Oltin ko'zimiz esa ulardan chiqqan tuxumlari bo'ladimi, lichinkasi bo'ladimi, hattoki imoga holatdagi shaklini ham yeyish xususiyatiga ega. Tuxumlari ko'rishinglar mumkin. Mana tuxumlarni mana qo'ygan holatini olib beraman. Mana ichidan olyapman. Mana yorug'roq keling-da. Mana ko'rinyaptimi? Mana shular oltin ko'zi tuxumlari hisoblanadi. Mana bular hozir men buni tarqatishim bilan bular jarayonga kirishib ketadi. Tezlik bilan bular qurtlari tuxumlaridan chiqib, tuxumdan chiqqan oltin ko'zlar tabiatda foydali
xususiyatlarini namoyon eta boshlaydi. Ilib qo'yib ketish kerakmi buni? O'simlikka yaqinroq. O'zlari sekin tushib ketaveradi ular. Uncha turganda opam qarg'amaydi. O'zi buni qo'yish sistemasi alohida hisoblanadi. Katta dala maydonlariga sxema shaklida, ya'ni 3 ga 3, 4 ga 4, 5 ga 5 sxemada qo'yiladi. Endi bizda joyimiz gektar emas, ozgina kichikroq, ya'ni sotik bo'lganligi uchun biz endi sharoitdan kelib chiqib yaxshiroq foyda keltirish uchun sal qalinroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. Orada pauza qilib turaverar ekanman. Mana bu Temurbek, sizda mana shu vodiy bo'yicha sizda kivi ko'p ekan, eng kiviga ko'p siz ekan deb kelib mana uyimda mana shunaqa nimalar, tajribalar qilib yuribdi. Mana shu manikidan ko'p kiviga bor odamlar aloqaga chiqsalaring, nomerini yozib qo'yaman. Videoda boshida aytdi ham o'zi nomerini. Bu bolaga aloqaga chiqsalaring, aytgan borib o'sha har xil kividi kasalliklariga qarshi dori tayyorlab, xullas kiviga bor odamlarga yordami tegadigan bola. O'shanga qancha kivizor ko'p bo'lsa bu bolani qaramog'ida o'shancha yaxshi bo'ladi. Qisqasi aloqaga chiqsalaring, kiviga ko'p odamlar yaxshi bo'ladi. Kivi mana shu yerdagi joyimda kasal bo'lgan kivilar ko'pligiga kasal bo'lib hamki, mana unaqa bo'lib sarg'iyishi bor bargini. Mana shunaqalar bo'layotganiga buni temir yetishmayapti deb temir soldim. Xullas qilib ko'rmagan narsam qolmadi. Har narsa qilganman. Bo'lmasdan o'ylanib turgan joyimda bu Temurbek o'zi Xudo berdi, o'zi telefon qilib qoldi. Mana xohlaganingizcha tajriba qiling deyapman. Mana ularni mana shunaqa kasallarini yo'qotishni payidamiz. Buni shunaqa kasaldan davolavergan odamlar bo'lsa, ma'lumot bersalaring, yana yaxshi bo'ladi. Mana kividi mevalari. Bunaqa nomerlar qo'yib tashlagan. Buni nima ekanligini tushuntiruvdi, to'g'risi tushunmadimmi? Yaxshi narsadir. Mana yuribdi hali ham o'zi. Bu sarg'iyishi ko'proq meni o'zimni gumonim kasallikdan ham tomiri kesilganigamekin ham deyapman. Endi ko'ramizda. Mana yerda
o'tgan yili video qo'ygandim, mana shu yerlarga ko'layotib, o'rtadan transha ko'lab turib, hali joyga begumuz tashlagandim. Hamma qatorda o'shanaqa qilganman. O'shanda rosa katta tomirlari uzilayotganda ish qilib qurib qolmasa bo'ldi deb nima qilgandim. Qurimadi-yu, mana shunaqalar bo'lib sarg'ayapti. Mana bitta ikkitasi qurib ham qoldi omali. O'sha katta tomirlari uzilganidan ham ko'ryapman bu narsani. Mana maytlarni ko'lanmagan edi, batlar zo'r. Mana shu yerlar kivi hammasi. Batlar trenchga ko'lanmagan.